Oyijoningiz kelin poshsha bugun yurishim bor, bir nima tayyorlab qo'ying deganlarida, o'ylab o'tirmasdan shu shirinlikni bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Asosiysi ishlatadigan masalliqlarimiz doim uyimizda topiladi. Kerakli miqdordagi qatig'imizga ozgina sodagi limon suvidan qo'shib aralashtirib, qatig'imizga qo'shamiz va bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi tuxumga shakar solib, venchikda yoki mikserda oppoq holatga kelguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Soda solingan qatig'imizni qo'shib, aralashtirib olamiz. So'ngra kerakli miqdordagi o'simlik yog'idan qo'shamiz. So'ngra birin-ketin quruq massalarni oz-ozdan qo'shib aralashtiramiz. 10 razri hechel va kakao qo'shamiz. Hamma masallig'imizni aralashtirib, videoda ko'rsatilgandek quyuq massa hosil qilib olamiz va xamirimizni teng bir xil 3 xil qismga bo'lib olamiz. Pergament qog'oz yozilgan listimizga solib, gaz duxovkasida bir pasta 200 gradusda 15 daqiqadan pishirib olamiz. Bu orada kremni tayyorlab olamiz. Krem uchun bolalikdagi tabiatan pyure milkini 45% qaymoqlaridan foydalanib, keraklicha sgushonkani qo'shamiz va mikserda qattiq holatga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Bu orada korjlarimiz tayyor bo'ldi. Chetlarini kesib olib, fermamizdan oilangizga taqdim qilingan pyure milk sutlaridan korjlarimizni propitka qildirib olamiz va kremini surtib, keyingi korjlarni ham shu tarzda qo'yib chiqamiz. Chetlardan kesib olgan xamirimizni ustiga urvoq qilib sepamiz. Ustki qismini xohishga ko'ra shokolad bilan ham bezashingiz mumkin. Bu shirinligimizning nomini eslaganlar kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yamiz.